Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli Umid.uz kanalimizning obunachilari. Biz bilasizlar, qurilish sohasidagi ko'p ma'lumotlar sizlarga berib boryapmiz. Yana bugungi videolarimiz Gipki Kamin va Gipki Klinkin. Xo'p, ko'p insonlar bu narsalarni sho'rga chidaydimi, suvga chidaydimi, issiq sovuqqa chidaydimi degan ma'lumotlar ko'p bo'lyapti videolarimizning davomida, ya'ni kommentariyalarda. Bugun mana shu sohadagi mutaxassisimiz, mana shu Gipki Kamin, Gipki Klinkin shu mavzularda obunachilarimizni, aholini, uylarini shunaqangi fasadlarini yevro remontga darajaga olib chiqib bera turgan mutaxassisimiz bilan suhbatlashib o'tamiz va albatta narx-navolari, dastavka xizmatlari qaysi viloyatlargacha, O'zbekistonda qaysi hududlarigacha borish imkoniyatlari bor, shular haqida ham gaplashib o'tamiz. Bu mahsulotlarimiz ko'rib turibsizlar, mana shu holatda bo'ladi. Dona-dona har biri qo'l ishi bittadan yopishtirib chiqiladi. Buni video davomida sizlarga ko'rsatib boramiz. Albatta layklar esdan chiqmasin, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Aziz obunachilar, mana qaranglar, akfaromlarimiz bilan Gipki Kaminlarimiz nihoyatda bir chiroyli chiqqan. Bu fayzli xonadonimizda egalari, bu ustalarimizdan nihoyatda xursand. Ustakamiz qo'lida 40 tadan ortiq ustalarimiz ishlaydi. O'zbekiston bo'yicha har bir viloyatlarga borib ishlarni, o'zlarining xizmatlarini taklif qilib, mana shunaqangi xursandchiliklar ulashib kelyapti. Assalomu alaykum. Shodbek. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Bu mehnatlarimizni va ishlaringiz haqida ozgina ma'lumot bersak. Xudo xolasa aka, fasad ishi bilan anchadan beri shug'ullanamiz o'zimiz. Endi bu narsalarimiz endi Gipki Kamin bo'ladi aka. Gipki Kamin endi suvga chidamli karchirda yuvsa bo'ladigan material. Demak, mo'ishi yuvsa bo'laveradi. To'ppa-to'g'ri. Endi bu xizmatlarimizni tekis duollarga qilsa bo'ladi. 90 mingdan bitishi bo'ladi tekis duolga aka. Xizmati 90 ming so'm. Yo, o'xshi bitishi. Materiali hamma yo'g'i ichida bo'lib, bitishi 90 ming so'm. Tekis devorga. Tekis duolga. Xo'p. Endi misol duol tayyorlaydigan holatlar bo'lsa, narxda 100 ming, 110 ming, 120 minggacha. Misol pat-travertin qilib tayyorlasa ham bo'ladi. Devor tayyorlashga endi nimalar ketadi? Misol uchun, kimdir uyi shkaturka bo'lmagan holatda, kimdir uyi qora suvoq bo'lgan holatda. Qora suvoq bo'lsa, kafelkili totish kerak bo'ladi, zatirka bo'lmagan bo'lsa. Atkoslar qilinmagan bo'lsa, u atkoslar olinadi. Nolga chiqarib olinadi, duolni keyin buni yopishtiriladi. Agar uyimizning holati nolga teng bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha 90 ming so'mdan ketadi. Bitishi bo'ladi. Xudo xolasa. Hozir aziz obunachilar, bu ko'rib turgan joyimiz zal, ya'ni bu tomonda anaqa o'tib tur, keyin gapirasan, Gipki Kaminni. Chiqarib olaman. O'zini ham bitta olib qo'ygan shunaqada bunday qilib gapirib turganda. Qanaqa bo'lasan, syomka ketyapti. Keyin qilasan uni. Biroz tomosha qilib o'rgan undan ko'ra. Qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti? Ketaverdik-a, boshlaning. Syomka to'xtagan yo'q-a? Xo'p, aziz obunachilar, bu ko'rib turgan joyimiz, ya'ni katta zal, ichki tomonida, ya'ni xona-xona bo'lgan. Shuning uchun ham mana pastki tomonlari pashti sokol hisobida mana Gipki Kamindan foydalanishgan. Hozir tashqi tomonga o'tib ham termopaneldan foydalangan joylarimiz bor. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz va qulayliklarini ham sizlarga aytib o'tamiz. Olinglar mana uni. Ovozni qaranglar, do'mbira qilib chosa bo'ladigan ekan. Bu termopanel deylar ekan. Joy tanlamas. Beton, g'isht, guvali, leboy joyga suvoqsiz holatda pena bilan yoki kafelniklar bilan yopishtirish imkoni bor ekan. Dilshodbek, keling endi. Bu nima degani endi? Bunimiz aka termopanel, issiq sovuqdan ushaydi, sho'rdan, zakdan, luboy narsadan himoya qiladigan material bo'ladi. Bunda penoplast ishlaydi mana. Orqasi po'k. Keling, mana shuni ko'rsatib bering. Po'k bo'ladi, setkalar обязательно ishlaydi aka, mustahkam narsa bo'ladi, misol. Buni endi ko'chib ketmaydimi, tushib ketmaydimi duoldan deyshadi. Bunga griboklar qatiriladi обязательно. Shu duoldan tashlab yubormaslik uchun aka. Bu griboklarni betonga qanday qatiriladi? Svirlet qilib perforatorda teshib qatirib olamiz. Bu usha beradi o'zi. Ushaydi bu aka. Buni qanday yo'qotib yuboramiz monetini? Bu o'zi qolib ketadi orqasida, yo'q aka. Buni ustidan ishlov bo'ladi. Bu o'zi bu materiallar hammasi ichida bo'lib, o'zimizni bitish narxi shunaqa 150 ming, 160 ming bo'ladi. 150 mingdan 160 minggacha holatiga qarab demak. Holatiga qarab. Buni oldidagi rangni farqi yo'q-a? Riboy rangi kiraveradi. Riboy, xolasa mana shunaqa qilib Gipki Kaminli, travertinli, chaqlanadigan travertin qilib beramiz ustidan. Ustini. Xohlagan turini qilib beramiz. Mana shiraka blokni ko'rsating aka.
Mhm. Shraka blok g'ishtda turgan bo'lsa, sinchli uy Luboyga ketaveradi. Sinch chiritmaydi. Mhm. Luboy poложениеda qilsa bo'ladigan material. Bu ranglar. tanlaveradi. Ha, bundan ham Kimga ko'proq ha, qanaqasi ranglar xudo yoqsa, xolasa. to'ppa-to'g'ri. Misol bu ham zakas. Misol uyda egalar tanlaydi, biz o'sha rangni qilib beramiz. Mhm. Kimgadir misol ochiq ranglar, kimgadir to'q ranglar yoqadi. Yaxshi. Buni Xohishiga qarab qilib beriladi. tashqi chiroyli qilib. ob-havolarga ta'siri qanaqa? Yomg'ir, suv, Chidamli aka, mo'yshi narsa mana yuvib Mo'yshi- ko'rsatamiz, xudo xolasa. Azbe, keling ukam endi. Qani sepinchi shuni. Xohlagan Loyni ish. sepinchi. Seping. Qani, oh, ana uni qaranglar. Yo'q, yo'q. Suvni seping. O'tni yoqing degandan bo'lyapti mana. Toshda suvda turaveradi aka, bittada yuvilib ketadigan narsa bo'ladi. Ha, ana. Karchirda yuvgani bemalol garantda yuvaveriladi. Bemalol ketamiz. karchirda yuvilaveradi. Kileklari baquvvat. Baquvvatna bo'ladi. Ustidan laklanadi bular ham aka, обязательно. Mhm. Lak уже suv o'tkazmaydi duolga. Buni o'zini kileyi ham duolga namni suvni o'tkazmaydigan. Mhm. Devordagi materialimiz ham xuddi shundan, so'kildagi narsamiz ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ey bola. Ey bola. Hali kadrga kirib kelyapsan. Ha, keyin senga sepib beramiz biz o'zimiz boshqatdan yana. Xo'p, Dilshodbek, mana hozir xizmatlarni, ya'ni tashqi fasadlarni necha turlarini aytib o'tdik-da. Ya'ni termopanel deyapmiz, mana gibki kami va attachento va o'sha polirovka qilinadigan yangi fasollarda aytyapmiz. Bu xizmatlar O'zbekistonimizning qaysi viloyatlarigacha xizmat qilyapsiz va imkon qadar narx-navolari qanday bo'lyapti? Yana bir qator to'liq. Mana shunaqangi ish joyidagi xonadonlar sizga qanday qulayliklar yaratib berish kerak bo'ladi? Bizga uyda egalaridan talab qilinadigan narsa yotoq joy ustalarimizga oziq-ovqati lesa qo'yib beradi. Aha. Qolgan hamma narsani olib borib bitiradigan narxlarimiz aka. Gipki kamillar tekis duolga 90 ming so'mdan. Mhm. Travertinlarimiz ham 90 ming so'mdan qilib beramiz. Termopanellarimizni 150 mingdan 160 minggacha Mhm. holatiga qarab. Agar poklarimizni qalinligini o'zgartirsak, narxlari qo'shiladi. Mhm. Endi narxlar vodiydan tashqariga 20 mingdan har biriga qo'shilib qoladi Kvadratiga. Mhm. kvadratiga. Demak, hozir vodiy bo'ylab Namangan, Andijon, Farg'ona bo'yicha xizmatlar qilib kelinyapti. Bir xilda qilib berilyapti. Mhm. Endi mana men har safar video davomida aytib o'taman, Umiduz kanalidan chiqqan obunachilar uchun Inshaalloh. chegirma, shu bo'ladi. aytganingizdan ham ko'ra chegirma qilib beramiz. Bo'ladi. Misol kvadratidan yetmasak ham bitta borib o'lchaganimizda Общий narxdan- chiqadigan общий narxdan Общий narxdan. skidka qilib beramiz inshaalloh. Bo'ldi, tushunarli. Aziz obunachilar, video davomida chiqqan nomerlar, Dilshodbekning o'zining nomerlari bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 40 tadan ortiq ustalari bor. Hozir har xil joylarda, har xil obyektlarda bajarib kelinmoqda. Hozir bu mana bugun erta tugaydigan holatda, xudo xolasa mana ustalarimiz shu yerda syomkadan kelgan ustalar o'z ishini boshlaydi. Ozgina haligi pardoz-andoz joylari qolgan. Xudo xolasa video davomida chiqqan nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, Umiduz kanalidan deb aytadigan bo'lsangiz, albatta o'sha kvadratidan bo'lmasa-da, общий summadan sizlarga chegirma bo'ladi. Videodan yiroqlashmaymiz. Layklar esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.